Hayotimizni saodatli, nurli qilishga bir imkonda. Biz hozir ishoning ibodat ustidamiz. Eng ulug' ibodat ustidamiz. Alloh uchun eng suyukli amal bir mazlumni, qalbi xastani, qalbi mehrga muhtojni, bir yordamga muhtojni qalbiy xursandchilik olib kirish bu eng ulug' amal Allohning nazdida. Bugun qalbingiz xursandchilikka to'ldimi? Shu bizdan so'raladigan, shu edi imtihonimiz. Inshaalloh o'tdik imtihondan. Va bunaqa imtihonlarimiz hali ko'p. To o'limga qadar, to so'nggi nafasingizga qadar. Keling birgalikda yetaylik, jannatga qo'lingizni bering, yuring. Biz yaxshi manzillarga sizni chorlayapmiz. Keling bir yaxshi ishga qo'l uraylik. Inshaalloh mana hozir bular nomlariga, o'zlariga bankdan plastik karta ochtiramiz. Shu plastik kartaga ehson qiling. Biz o'zimiz qilsak bo'lardi shu ishni, lekin biz shu imkoniyatni hammangizga ulashmoqchimiz. Keling hammamiz butun xalq bo'lib, bir ehson qilib, bir yig'ilishib, tez kunlarda bularga Urganchdan yangi 3 xonali uyni to'liq ta'miri bilan, ichida to'liq jihozlar bilan hadya qilaylik. Mana qarang, mashalloh, bularni sabrini, bularni Allohga muhabbatini, tavakkulini, bularni endi bilmadim, qidirib izlab topadigan dur gavharda bular. Bu yerda 25 milliondan oshiq pul, buni vaqtinchalik ishlatib turing. Bolalaringiz kam ko'stiga vaqf xayriya jamoat fondi nomidan qabul qiling. Bu bolalaringizni haqqi, rizqi. Undan tashqari bugun bo'lib o'tdi qolmaysizlar. Bugun mana shu yaqin o'rtada sizga eng qulay bo'lgan joyda yaxshi uy topib, vaqtinchalik ijaraga sizni ko'chirib qo'yamiz. O'zimiz ijara pullarini to'laymiz. To Xudo xolisa uyingiz hozir bo'lguncha sizdan xabar olib turamiz. Inshaalloh boshqa bunaqangi tandir tepasida qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan mehnat qilmaysiz. Bolalaringiz tarbiyasi bilan band bo'ling. Sizni davolatamiz va har oy sizni hisobingizga, kartangizga bolalaringizni boqib bemalol turmushingizga yetadigan darajada biz ehsonlarni jo'natib turamiz. Endi go'zal bo'ladi inshaalloh. Bolalaringiz parvarish bilan band bo'ling. Yaxshi kiyining, yaxshi yevdirib, ichiring, o'qiting bolalaringizni. Qani bir duo qiling. Yuragingizni ayting, qalbingizni ayting. Alloh bizlardan rozi bo'lsin. Ota-onalarimizdan rozi bo'lsin.